Assalomu alaykum YouTube obunachilarimiz. Bugun qilib bergan ishimiz kuxonda mebel bo'ladi. Seriya akrellardan ishlab berganmiz. Eng yaxshi akrel bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Shu ko'rinishda bo'lib chiqdi. Mebellarimizni yaxshi stollardan qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. 4 sm qalin bo'ladi, eng yaxshi stol. Keyin kafelonlarni esa dekopanerdan joylashtirib berganmiz. Kafelli etib, chiroyli etib. Ko'rishingiz mumkin. Baland 80 cm bo'lgan. Mebelimizni o'lchaganda aristonlari yopilmaydigan bo'lib o'lchanadi. Endi egasi buni ham yopib beringlar dedi. Endi xudo xolasa ertang bir kamiz sho'ri qoldi. Sho'rlarni taxlab yana bir qator obzor etaman. Moykalarga keladigan bo'lsak, moykalari obishniy 40 moyka bo'ladi. Suvlarni namlab berganmiz. Yonida gel idishlar ham bor. Gaz plita bilan vitishkalarni joylashtirib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. 1 metrni 1 800 ming so'mdan ishlab bergan kuxonli mebelimiz shu ko'rinishda bo'lib chiqdi. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat etaverasizlar. Ishlaringizni sifatli etib taqlab beramiz.